Andijon shahar kasbiy ko'nikmalar markazi bilan Andijon shahrida joylashgan Dirom tekstil fabrikasi buyurtmachi sifatida shartnomalar tuzganmiz. Hamma bu yerdagi jarayon bilan tanishdi, jarayonlar bilan qizlar hammasi o'z ko'zi bilan ko'rib tanishdi, hammasiga ma'qul keldi. Shu yerga bugun kelgan 50 ta qizlardan boring 30 tasi ertaga kelib albatta ishga joylanadi. Va bu shartnomaning maqsadi bu Dirom tekstilga bizni kasb ko'nikmalar markazida o'zini kasb hunarni egallagan tinglovchilarini kelgusidagi bandligini ta'minlash maqsadida shartnomalar imzolaganmiz. Kelajakda kasb ko'nikma markazi bilan shu hamkorlikda ishlab, Xudo xolasa tinglovchilarni hammasini ish bilan ta'minlaymiz.